Albatta, semizlik bilan kurashish kerak. Chunki semiz insongina diabet, arterial gipertenziya, infarkt, insult hamda onkologik kasalliklarga moyil bo'ladi. Chunki onkologiya semiz insonlarni yaxshi ko'radi. Agarda biz semizlik bilan kurashmasak, qolgan kasalliklarning ko'payib ketishiga sababchi bo'lib qolamiz. Insonlardagi semizmisan yoki ozib ketding degan fikri haqiqatda shunaqa. Bemorlar kelishadi, men ularga ozishingiz kerak deb maslahat bergandan keyin 1 oy ichida 10 kilo ozib kelsa, hamma savol berar ekan, nima bo'ldi, nima bo'lib qoldi, nima kasal bo'lding, sen shuncha ozding deb. Bu albatta saviyani pastligi hisobiga menimcha, chunki har bitta inson tushunish kerak, o'zini tana indeksini hisoblab normada yurishga harakat qilish kerak. Agar normada yurmasdan tana indeksi ko'payib ketsa yoki qorin aylanasi katta bo'lib ketsa, unda kasallik kelib chiqadi. Kasallik albatta kelib chiqadi. Balkim sizga bilintirmayotgandir. Jigari ustida yog' bosmagan deb o'ylaysizmi? Qorinda yog' bo'lgandan keyin jigari ustida yog' bosgan, har bitta organ yog' bosgan, o'ta asoratli kelib chiqadi. Shuning uchun semizlik bilan nafaqat chiroy uchun, sog'liq uchun kurashish kerak.